Qizlarimiz kelinchak bo'lishgan paytda 6 xil o'zgarishni bir vaqtda boshdan kechirishadi. Krizisda. Mayli buni kelini uchun qilmasin, bo'lajak nabirasi uchun qilsin. Ming afsus, hamma ham buni tushunib yetavermaydi. Bizni ham tuqqan bizni, kim bizga sharoit yaratib beribdi. Bitta tog'oraga suvni olib, o'sha suvga hamma aytolmagan gaplarni gapirish kerak. Va ichiga yutaversa, oxiri o'zini mazasiga chiqarib tashlash kerak. Ko'pchilik holatlarda kelinni puli bo'lishini xohlashmaydi. Shuning uchun ayolning o'zini shaxsiy puli bo'lishi kerak. Farzand tarbiyasini ikkinchi qismini bugun gaplashdik. Assalomu alaykum, qadrbaland qadrlilarim, salomatmisiz? Nilufar Gulini navbatdagi ishtirokchisi, sizlar kutayotgan va tinmasdan kommentariyalarda so'rayotgan Mavluda opa Qoplonova bo'ladilar. Mavluda opamlar necha yillar O'zbekiston xalq ta'limi o'qituvchilar malakasini oshirish, rahbar xodimlar malakasini oshirish institutida ustozlarni psixologiya bo'yicha malakalarini oshirishda xizmat qilganlar va bizni Mashriq mash'ali markazida baxtli qizlarga 10 yillar davomida kelinlikka tayyorlash kursida psixologiyada saboq berib kelmoqdalar. Mavluda opajon, o'tgan safargi bola tarbiyasi haqida gap boshlagandingiz. Bu mavzu o'zingiz aytganingizdek juda ham katta mavzu bo'lganligi sababli qisqartirib aytganingizda ham bu to'liq ikkita melanxolik va xolerikga izoh bera oldingiz va keyingi ko'rsatuvda davom ettiramiz deb va'da bergan edik. Keling, shu yerdan suhbatimizni boshlasak. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Umuman olganda bola tarbiyasi bu juda ham keng qamrovli, juda murakkab, betakror vaziyatlarga juda boy bo'lgan jarayon bo'lib hisoblanadiki, u bizdan juda ham ko'p narsalarni talab qiladi. Va tarbiya jarayoni eng avvalo bola tug'ilgandan keyin emas, balki tug'ilmasdan oldinoq boshlanadi. Va bu mas'uliyat ko'proq ona zimmasida. Va bo'lajak ona jismida shakllanayotgan bolani qanaqa xislatlarga ega bo'lishi, qanday xulq-atvorga ega bo'lib tug'ilishi oldida juda mas'ul. Masalan, bola xolerik, melanxolik yoki flegmatik, sangvinik bo'lib tug'ilishida, ya'ni homiladorlik paytidagi onaning holatlari ta'sir qiladi demoqchisiz. Juda muhim ahamiyatga ega. Chunki bolani asab tizimi ona qornida shakllanayotgan paytda asab tizimi shakllanadi. Asab tizimining xususiyatlari esa ayolning ruhiy holatiga, bolasiga bo'lgan munosabatiga, ayolning atrof muhitga, odamlarga bo'lgan munosabati va qanday ruhiy holatda bo'lishiga bog'liq ravishda ko'pincha shakllanadi. Bu bir. Ikkinchidan esa tarbiya jarayoni o'sha ona qornida shakllanayotgandan boshlanar ekan. Tarbiya bilan shug'ullanishdan oldin eng avvalo o'sha jismida homila shakllanishi boshlangandan kundan boshlab ona eng avvalo doim ravishda duo qilish kerak bo'lar ekan. Chunki bolani taqdiri azali belgilanib boshlanadi deyiladi ona qornida shakllanayotgandan. Ya'ni Allohdan unga solih, mo'min, qobil, ota-onasining ikki dunyosini obod qiladigan farzand berishini Allohdan doimiy so'rash va doimiy ravishda yaxshi niyatlarda bo'lish va shunaqa insonlarga havas bilan qarash va ulardan ta'sirlanish, ularning ijobiy tomonlaridan. Mana bular hammasi bolani shaxsini shakllanishiga o'z navbatida ta'sir o'tkazadi. Bu bir. Ikkinchidan bola tug'ilmasdan oldin ayolning ruhiy holati unga ta'sir o'tkazadi deyapmiz, lekin ayolning ruhiy holatini qanaqa bo'lishi bu nimaga bog'liq? Atrofdagi albatta, o'ziga emas, ikkita omilga. Ya'ni tashqi omilga, atrofdagi muhitga, atrofdagi odamlarning unga munosabatiga, uni shart-sharoitlariga, onani nima bilan shug'ullanayotganligiga, shu bilan birga yana onani o'ziga ham bog'liq. Ya'ni tashqi va ichki omillarga bog'liq. Obyektiv va subyektiv deymiz buni psixologiyada. Obyektiv tashqi omillar bo'lsa, subyektiv esa ayolning o'zini ichki holati, o'zini kamolat darajasi, o'zini ruhiyatini boshqara olish imkoniyatlari va o'zini o'ziga ta'sir o'tkaza olish qobiliyatlari nazarda tutiladi.
Endi eng avvalo obyektiv omilga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni ayolni o'rab turgan muhit, atrofdagi odamlar. Eng avvalo qanaqa farzandlarni tug'ilishi ayolni qanaqa oilaga kelin bo'lib tushganiga bog'liq. Bu bir. Qanaqa oilaga kelin bo'lib tushganiga bog'liq. Nega? Mana shu oila a'zolarining kelinga bo'lgan munosabatlariga, kelindan kutayotgan kutuvlariga nima kutishyapti? Kelinga kim deb qarashlariga. Ya'ni u oila a'zosimi? O'g'lini jufti halolimi? Ya'ni kelin yoki u xizmatkormi? Ularni faqatgina buyruqlarni bajaruvchi itoatkor shaxsmi? Uni ba'zan kelinlarni faqat xizmatkor deb qarashadi, cho'ri deb qarashadi. Ya'ni bu hech qanaqa huquqqa ega bo'lmagan, hech qanday e'tiroz bildirishga, orzu qilish huquqiga ega bo'lmagan. Ya'ni shu oilani eng haligi past darajadagi a'zosi deb qarashadi ba'zi bir oilalarda. Ba'zi bir oilada esa yo'q, bu kelin oila a'zosi. Hamma huquqqa ega bo'lgan, oilada o'z o'rniga ega bo'lgan, mavqeiga ega bo'lgan, orzu qilish huquqiga, o'qish huquqiga, normal dam olish huquqiga, kasal bo'lish huquqiga ega bo'lgan oila a'zosi deb qaraladi. Narigi oilada esa loqal kelin kasal bo'lish huquqiga ega emas. Davolanish huquqiga ega emas. Normal uxlash huquqiga ega emas. Hammasidan mahrum etiladi. Bu bir. Ikkinchidan, demak u qanday muhitga kelin bo'lib tushganiga va shu oila a'zolarini unga qanaqa munosabatda bo'lishlariga va oilaning iqtisodiy ta'minlanganlik darajasiga bog'liq ekan. Bu bir. Ikkinchidan yana endi subyektiv omillarga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pincha xoleriklar bilan melanxoliklar ko'proq tug'ilishadi nisbatan olganimizda. Umuman jamiyatda. Jamiyatimizda ko'proq foizni xoleriklar, undan keyingi foizni esa ko'proq melanxoliklar tashkil etadi. Sangviniklar juda kam tug'ilishadi, flegmatiklar kamroq tug'ilishadi. Sabab, chunki qizlarimiz kelinchak bo'lishgan paytda 6 xil o'zgarishni bir vaqtda boshdan kechirishadi. Krizisda. Ularning hayotlarini 6 xil sohasida o'zgarish ketadi bir vaqtning o'zida. Odamning hayotida bitta o'zgarish bo'lsa, odam bitta jarlikka tushib chiqadi. Esankirash, dovdirash, o'ziga ishonchsizlik, nima qilayotganini bilmaslik, ko'proq xatolarga yo'l qo'yish va asta-sekinlik bilan adaptatsiya jarayoni, moslashuv jarayoni amalga oshirar ekan, sekin asta jarlikdan chiqa boshlaydi va oxiri dadil qadam tashlab, o'sha o'zgarishni butunlay yengib o'tadi. Odam hayotda bitta o'zgarish bo'lsa shunaqa bo'ladi. Qizlarimiz esa bir vaqtning o'zida 6 xil o'zgarishni boshlaridan kechirishadi. Va eng og'ir boshdan kechiradiganlari muhitdagi o'zgarishni boshdan kechirish va unga moslasha olish. Chunki u juda keng qamrovli. Bunaqadan esa unda yana 5 tasi bor. Va bir vaqtning o'zida o'zlari hali hech ham ijro etib ko'rmagan 6 xil rolni bajarishlari kerak bo'ladi. Ya'ni rafiqalik roli, kelinlik roli, kennoyilik roli, onalik roli, ovsin va xizmatkorlik rolini bir vaqtning o'zida to'liq bajarishlari ulardan talab qilinadi. Lekin u homilador u. Mana shu jarayonlar esa ularning ichki noroziliklarni, isyonlarni, o'zidagi o'sha ichki kechinmalarni yenga olishni va o'sha moslashuv jarayoniga moslashgan holda bu 6 ta rolni mahorat bilan bajara olishni ulardan talab qilayotgan paytda qizlarimiz homiladorlikni boshdan kechirishadi. Ya'ni keskin holatlarni boshdan kechirayotgan paytda. Muammolarga to'la payt. Muammolarga to'la paytda homiladorlikni boshdan kechirishadi. Turgan gap endi u qanaqa farzandni dunyoga keltiradi. Turgan gap yo xolerik yo melanxolik. Agar qizimiz isyonkor bo'lsa o'zi va o'zi xolerik bo'lsa va hamma narsaga ochiqdan ochiq isyon qilayotgan bo'lsa, moslashish o'rniga, muammolarga yechim qidirish o'rniga isyon bilan mashg'ul bo'lsa, hatto bitta qiz o'zi melanxolik ekan, o'sha qiynalib ketgandan kelinlikdagi boshiga yopgan o'sha yopinchig'ini o'tirib qaychi bilan maydalabdi. Kelin bo'lgan alamini olganda, kelin bo'lgan kunimga ming la'nat deb o'tirib qaychi bilan maydalabdi alamdan. Bechara jon-joni o'tib qizvorishgandir-da. Qarang, nimaga deganda bu kelinga o'sha jinni degan nomni qo'yib qo'yishganda, vaholanki u soppa-soq qiz, bor-yo'q u melanxolik. Melanxolik qizlarimiz yangi bir muhitga tushganda dovdirab ketaverishadi. O'zlarini yo'qotib qo'yaverishadi
va hamma narsa esidan ham chiqib qolaveradi dovdirab yurgandan. Chunki kuchsiz asab tizimi vujudga kelganda odamda diqqat tarqalib ketaveradi. Diqqat tarqalib ketgan sari xotirasi susayaveradi. Natijada u o'tirib o'shani maydalab, qarang, alamzadalik va hokazolarni boshdan kechirayotganda ular homiladorlikni boshdan kechiradi. Ana endi bu qizlarimiz bu homilani dunyoga keltirib, endi bolasini 1 yashar qilganda ikkinchi homila. O'zi uyqusini tayini yo'q, nega ichganini tayini yo'q, tinimi yo'q, hammadan yana gap eshitaveradi yosh bolali bo'lgandan keyin. Ishini vaqtida qila olmaganda, boy rollarni bajara olmayapti. Unga hech kim sharoit yaratayotgani, hech kim qo'llab-quvvatlab, faqat hamma talab qiladi. Natijada u bu paytda ikkinchi homilani yana boshdan kechiryapti, ikkinchi homiladorlikni. Turgan gap, u yana qanday farzand dunyoga keltiradi? Yana melanxolik yoki xolerik dunyoga keltiradi, turgan gap. Chunki ayolning ruhiy holati shundoqqina bolaga o'ta boshlaydi. Bolada biz alamzadalikni ko'ra boshlaymiz, tajovuzkorlikni ko'ramiz. Hatto bir xil bolalar gulni shunda uzib olib, maydalab burdalashadi. Va maza qiladi shundan. Va ke bolam menga desangiz, deb yuzini teskari burib oladi. Vaholanki o'zi yosh bola. Boshqa shunaqa bolalar borki, siz irshayib oldingizga boraveradi, bag'ringizga kirib ketaveradi, hamma odamlarni yaxshi ko'radi, gullarni parvarish qilishlarini yaxshi ko'radi, hayotga kulib qaraydi. Lekin bunaqa farzand qachon ona qornida shakllanadi? Ona sog'lom ruhiy holatga ega bo'lib, onani o'zi odamlarga shunaqa munosabatda bo'layotgan bo'lsa, tug'ilmoqchi bo'lgan bolasini yaxshi ko'rib ketayotgan bo'lsa. Faraz qiling, o'zi bolasi 1 yashar bo'lsa-da, u yana homilador bo'lsa, o'sha homilasini ayol yaxshi ko'ra boshlaydimi? Yo'q. Yana bitta azob dunyoga kelyapti deb, hatto hali tug'ilmasidan bolasini yomon ko'rib ketish holatlari ayollarda uchraydi. Va o'sha bolani hali dunyoga keltirmasdan uni yo'q qilish uchun harakat qilish holatlarini ko'ramiz. Chunki endi bardosh bera olmayman, kuchim yetmaydi deb o'ylaydi bu ayolda. Ikkinchi va ana endi bu homilasini yo'q qilish uchun kurashgan ayoldan qanday farzand dunyoga keladi? Men odamlarni yomon ko'radigan, hammani yomon ko'radigan, ruhiyati siniq. Chunki bola ona qorindaligidayoq onaning ruhiy holatiga o'zini reaksiyasi bilan javob beradi. Demak, ona qornida hamma narsani bilib turadi bola. Bilib turadi. Hatto shunaqa eksperimentlar o'tkazishgan. Ya'ni 20 ta ayolni olishgan va 10 tasi bilan tug'ilmasdan oldin bolasi bilan doimiy ravishda hissiy muloqotda bo'ldirishgan. Ya'ni gaplashtirishgan xayolan. Uni erkalatgan, unga allala aytgan, unga yaxshi niyatlar bildirgan, uni yaxshi ko'rishini doimiy ravishda gapirtirishgan, ayollarni o'tkazib qo'yib, ko'zlarini yumdirib, shunaqangi psixologik trening o'tkazishgan. To tuqquncha yoki ma'lum muddatdan boshlanganmi bu? 4 oylikdan, o'sha homiladorlik bo'lgandan boshlanib, ayollar bilan shunaqa eksperimentni o'tkazishgan. 10 tasi esa kontrolli gruppa. Narigilar eksperimentalniy gruppa, bular kontrolli. Bular har doim qanaqa homiladorlikni boshdan kechirsa, shunaqa xohlaganlaricha el qatori homiladorlikni boshdan kechirishgan. Ana endi bolalar tug'ilgandan keyin u bolalarni kuzata boshlashgan. Ya'ni tadqiq qila boshlashgan. Farqi bormi bu ikkala guruhdagi bu farzandlarni? Deganda, tug'ilmasdan oldin onasi bilan gaplashib yurgan bolalarda qarashsa, reflekslar juda tez paydo bo'lyapti. Ranglarga reaksiyalari butunlay o'zgacha va ularda o'ziga bo'lgan ishonch, xatti-harakatlar va hokazolarni qanchalik tez rivojlanayotganligini ko'ra boshlashgan. Onasi bilan gaplashmay yurgan bolalarda esa bu narsa ularga nisbatan biroz orqaroqda ekanligi ko'ringan. Demak, qarangki, onani jismidagi bolasiga bo'lgan munosabati ham bu yerda juda katta ahamiyatga ega bo'lar ekan. Undan tashqari yana atrofdagi odamlar shu kelin ularni bo'lajak nabirasini ko'tarib yurganini, erkaklarda esa bo'lajak farzandini ko'tarib yurgan. Uni ertangi kuni, bu ularning keksaligi, hammasi ekanligini, ertaga bu bolani ular tarbiyalash kerak ekanligini to'liq his qilgan holda imkon qadar ayolga sog'lom ruhiy holat ta'minlovchi shart-sharoitni yaratib berish uchun harakat qilishlari kerak. Mayli buni kelin uchun qilmasin. O'zi zurriyoti deng, bo'lajak nabirasi uchun qilsin. Chunki o'sha asabiy, jahldor, agressiv bolani keyin shu buvi tarbiyalaydi. To'g'ri. Va keyin o'sha qilingan xatti-harakatlar uchun to'lov to'lashiga to'g'ri keladi.
yoki ruhan siniq, indamas, hamma narsadan haligi ruhiyati singan bolani yana o'zlari tarbiyalashlari kerak bo'ladi. Turgan bitgan u muammolar tug'diradi-ku ularga. Hech bo'lmasa shuni hurmati haqqi ayolga sog'lom ruhiy holatni ta'minlab berishlari va bu mas'uliyatni ular ham baravar his qilishlari kerak bo'ladiki, natijada ayol sog'lom zurriyotni dunyoga keltirish imkoniga ega bo'ladi. Lekin ming afsus, hamma ham buni tushunib yetavermaydi. Bizni ham tuqqan bizni, kim bizga sharoit yaratib beribdi. Homilador bo'lsa nima, u kasal emas, homiladorlik. Bizni ham o'sha homilani ko'tarib hammasini qilgan bizni. Bizni normal uxlab bizami, anaqa bo'lganimizda, homilador bo'lganimizda hech qisi yo'q. Ertagini farzandi bo'lsa, vobshe uxlamaydi. O'sha uxlamaslikka ham o'rganib tursin. Bahona ikki xatli. Bahonani ikki xatlini bahona qilmasin. Qancha ko'p ish qilsa, qancha ko'p yugursa, shunchalik oson tug'iladi bola. Shunchalik bola yaxshi rivojlanadi deyishadi. To'g'ri. Homiladorlik bu kasallik emas. Haddan tashqari kelinni yotqizib qo'yish, hamma narsadan ozod qilib qo'yish ham bu kerak emas. Lekin me'yor bor, me'yor. Hamma narsa me'yorda bo'lish va eng muhimi, kelin sog'lom ruhiy holatga ega bo'lib o'shalarni qilish kerak. Ya'ni uni shaxsiyatiga tegmaslik, kamsitmaslik yoki bosim o'tkazmaslik, qo'rqib turmaslik hech kimdan, va hokazo. Aksincha o'zini erkin his qilishini va odamlarga bo'lgan ijobiy munosabatini saqlab olishi uchun unga sharoit yaratib bersa, shuni o'zi yetarli. Endi Muldipajon, mana shu yerda ko'pchilik xalerik nima edi o'zi, melanxolik nima edi deb kommentariylarda so'rashdi. Keling qisqa mana shu 4 ta bosqichga ta'rif berib o'tsangiz va yana bitta narsa, ko'pchilik bu yerda e'tiroz bildirgani, Xudoni aytgani bo'ladi-da. Masalan, bu xolerik, melanxoliklar ham o'sha Xudoni taqdiri bilan bitilgan, lekin bu psixologlar tomonidan nom qo'yilgan, xolos. Biz o'sha nom bo'yicha o'rganayotganimizni yana bir bor takrorlab qo'ymoqchi edim. To'g'ri. Alloh tomonidan belgilanadi, lekin Alloh niyatingga qarab beraman deydi. Duolaringga qarab beraman deydi, to'g'rimi? Shuning uchun shundan boshladik gapimizni. Bu bir. Lekin sendan harakat, mendan baraka deydi. Demak, biz qanday harakat qilsak, o'shanga qarab bolani shaxsini shakllanishiga, qaysi hayot tanlasang, o'shanisiga men yo'l beraman deydi. Shuning uchun biz bolalarimizni va o'zimizni kelajagimiz uchun o'sha narsalarga amal qilishimiz kerak. Endi xolerik bolalar, ularning yaxshi tomonlari ham bor, yomon tomonlari ham bor. Yaxshi tomonlari shundaki, ular harakatchan bo'lishadi, dadil bo'lishadi, tavakkalchi bo'lishadi va hissiyotlari ko'tarinki ruhda bo'ladi ularni. Hamma narsani hissiyot bilan qilishadi. Emotsional bo'lishadi va ichidagi ustida ularni tushunish oson. Nima demoqchiligi ko'zlaridan, mimikasidan hammasidan ko'rinib turadi. Lekin asablari kuchsiz bo'lganligi uchun ular asabiy bo'lishadi, tez ta'sirlanishadi. Shu bilan birga qaysar bo'lishadi va to'polonchi bo'lishadi. Chunki ichki energiyasi ularning kuchli bo'ladi, harakatchan bo'ladi, yer ko'kka sig'maydi, shuning uchun to'polonchi bo'lishadi. Va ularni aqli emas, hissiyotlari boshqaradiki, biz aynan ana shunda ko'proq qiynalib ketamiz. Ya'ni uning uchun qiziqarli bo'lgan narsani qiladi, uning uchun qiziqarli qilib berishimiz kerak. Qiziqmagan narsasini hech qachon qilmaydi. Yaxshi ko'rgan odamini aytganini qiladi, yomon ko'rgan odamini ohangraboni ko'rsatsa ham qilmaydi. Qaysarligidan bu deng. Yo'q, hissiyotlari uni boshqargani uchun. Biz uni mehr muhabbatini qozona olishimiz, qalbiga hissiyotlar orqali faqat kirib borishimiz. Men tushuntiring, bilib turadi shuni noto'g'riligini yoki men tushuntiring, biladi shuni yaxshiligini, lekin o'zi xohlamaguncha qilmaydi. Chunki uni hissiyotlari boshqalar. Uni qildirish xohlasak, hissiyotlari orqali kirib borishimiz kerak bo'ladi. Va ular irodasiz, juda tez sinishadi. Shuning uchun xolerik bolalarni boshqarish biroz qiyinroq. Lekin ularni yaxshi tomonlaridan unumli foydalanib, kamchiliklari ustida, kamchiliklardan ham yaxshi tomonga, yaxshi maqsadlarga foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Natijada xoleriklarni ham qarang. Yaxshi tarbiyalay olsak, yaxshilari ham bor xoleriklarni. Hammasidan unumli foydalanadi, lekin muhit nosog'lom bo'lib, xolerikligi noto'g'ri yondashuvlar, hadeb urib-urish ularni, bosim o'tkazib-urish, haqorat qilib-urish, yerga qorib-urishlar esa aksincha ularda alamzadalikni kuchayib ketishiga
va odamlarni yomon ko'radigan, urushqoq, janjalkash odam bo'lib qolishlariga sababchi bo'lishi Demak, mumkin. ko'proq banditlar xoleriklardan chiqar ekanda. Yo'q, bunaqa deya olmayman. Buni temperamentga bog'lamaymiz. Balki o'sha temperamentli bolalarni, shu temperament bolalar qanaqa muhitda katta bo'lganiga qarab, unga qanaqa munosabat o'rnatilganiga. Mana aytyapman, qorindagi bolasini hali tug'ilmasidan yomon ko'rib ketyapti. O'sha bolada alamzadalik shakllanadi. Yoki bo'lsam, homiladorlik paytida odamlarni yomon ko'rib ketyapti. Chunki hammadan faqat zulm ko'ryapti, bosim o'tkazilyapti. O'z navbatda bola ham alamzada, xolerik bo'lib tug'iladi. Aksincha, xolerik bo'lib shakllanmayapti bola, lekin siz odamlarni yaxshi ko'rib ketyapsiz. O'zingiz bolangizni yaxshi ko'rib ketyapsiz. Hech kimdan zulm ko'rmayapsiz. Hammadan faqat yaxshiliklar ko'ryapsiz, qo'llab-quvvat. Oqibatda undagi mana bu alamzadalik o'z-o'zidan kichkinagina me'yorda bo'lishi mumkin, hatto bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun aksincha odamlarga bo'lgan jo'shqin mehrga ega bo'lgan bola dunyoga kelishi mumkin bo'lar ekan. Endi melanxoliklar esa ruhan siniq, o'zlariga ishonchi bo'lmagan, asabiy hamda yig'loqi, qo'rqoq, tortinchoq, lekin beozor, hech kimga ozor bera olmaydi. Xolerik birovdan alamini olib maza qilsa, bular esa aksincha bunga jur'at topa olmaydi. O'ta jur'atsizmi shunda? Jur'atsiz va boshqalardan ko'proq jabrlanishadi. Eng baxtli odam sangvinik bo'lib tug'iladi. Chunki ularni aqli boshqaradi, kuchli asab tizimiga ega, bemalol o'zini boshqara olish imkoniga ega, kerak bo'lganda gapirishni biladi, kerak bo'lmaganda gapirmasligini biladi. Va u qalbiga emas, aqliga tayanib ish tutadi. Murosasoz, kelishuvchan, yon beruvchan, tartibli bo'lib tug'iladi. Sangviniklar eng afsuski juda kam tug'ilishadi. Ular kimlardan tug'iladi shunda? Qanday kayfiyatdagi onalardan? O'z-o'zidan tushunarliki, boya aytdimki, sog'lom ruhiy holatga ega bo'lgan, osoyishta va har doim o'zini aqliga tayanib ish tuta olgan va yana naslda ham bo'lishi kerak sangviniklar. Va eng muhimi, ayol sog'lom ruhiy holatga ega bo'lganda ko'proq sangvinik bolalar tug'iladi. Lekin eng nima tomoni, boya aytgandek, sog'lom ruhiy holatga ega bo'lib turganda xolerikni tug'sa ham u yaxshi xolerik bo'lib ko'proq tug'iladi-da. Sangviniklar esa osoyishtalik yaratilgan. Shuning uchun ko'pincha kelinlar alohida bo'lib yashayotgan paytda oilada sog'lom ruhiy muhit bo'lsa, o'shanda ham alohida bo'lib yashagani ham har doim garantiya bera olmaymiz muhit sog'lom bo'lishiga. To'g'ri. Sog'lom ruhiy muhit bo'lganda yoki bo'lmasam o'sha oila a'zolari bilan qaynota qaynona o'sha bir-birini tushunib olishgan, bir-birini o'sha to'g'ri reaksiya qilishadigan va anu farzandlari ham ancha katta bo'lib qolgan, dastyor bo'lib qolgan paytda dunyoga keltirishsa, o'shanda ko'proq sangviniklar tug'ilar ekan. Demak, 3-chi, 4-chi, 5-chi bolalarda kutishimiz mumkin ekan. Mumkin ekan, agar muhitni sog'lomlashtirib olgan bo'lsak. Ba'zi bir kelinchaklarimiz 10 yilda ham o'zgarishlardan chiqisha olmaydi. To'g'ri, battar bo'lib bo'ladi. Yig'lab kelishadi. 5 ta bolasi bor, bitta ayol o'sha ajrashishga tayyor. O'sha asabiy hech ham bardosh bermayapti. Tamom bo'lgan. Chunki hali ham jarlikdan chiqa olmayapti. Sabr kosa to'lib borgan. Jarlikdan chiqa olmayapti hali ham. Hali ham moslashuv jarayonida yotibdi-da, u chiqib ola olmagan. Yengib ola olmagan o'sha narsalarni. Shuning uchun qarangki, bu o'sha ayolni qanaqa ruhiy holatga ega ekanligiga bog'liq. Flegmatiklar esa ko'proq o'zi flegmatik bo'lgan. Eri ham, o'zi ham flegmatik bo'lgan yoki sangvinik bo'lgan insonlardan ko'proq flegmatik bolalar tug'ilishadi. Lekin flegmatiklar juda kamdan kam tug'ilishadi. Chunki bu birinchidan nasliga bog'liq, ikkinchidan esa ayolni to'laqonli ravishda o'zini osoyishtaligiga. Masalan, o'zi flegmatik bo'ldi, u ta'sirlanavermaydi. Shuni ham o'ylaymanmi deydi. Xotirjam, alpinmaydi, talpinmaydi. Natijada u qanaqa holatda bo'lmasa, flegmatik bolani yoki sangvinik bolani dunyoga keltirish imkoniga ega bo'ladi. Endi bu ular bilan bog'lab tushuntirganimizda, boya biz faqat obyektiv omillarga to'xtaldik. Homilani shakllanishiga ta'sir. Endi subyektiv omilchi. Biz har doim atrofimizdan kutayotgan kutuvlarimiz olavera olmaymiz. Turli-tuman odamlar bilan muloqotda bo'lishga, murosa qila olishimizga to'g'ri keladi. Shunga qaramasdan ayol eng avvalo o'sha jismda shakllanayotgan bolasi oldida o'z mas'uliyatini his qilgan holda o'zini ruhiy holatini boshqara olish, ruhiy holatini himoya qila olish, asablarini himoya qila olish yo'llarini bilish kerak bo'ladi. Ya'ni kutganimiz ololmayapmizmi?
o'zimiz bilan o'zimiz shug'ullanishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun esa sog'lom ruhiy holatni ta'minlovchi omillarni yarata olishimizga to'g'ri keladi. Bu omillar qarangki, eng avvalo ichki omillarga ham bog'liq, tashqi omillarga ham bog'liq. Ichki omillar haqida gapiradigan bo'lsak, ayol farzandli bo'lganda, undan oldin farzandliga ega bo'lganda yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i bilan yoki oila a'zolari bilan turlicha o'tkir vaziyatlarga duch kelishiga to'g'ri keladi. Ya'ni kuchli asabiylik holatlari. Ba'zan bolalari bilan shug'ullanayotgan paytda ham shunaqa holatga duch keladi. Yoki er bilan murosa qilayotganda ham yoki qaynota qaynona o'tkir asabiylik holatlarga duch keladi. Shunaqa paytda eng avvalo shu o'tkir asabiylik holatdan chiqa olish yo'llarini bilish kerak bo'ladi. Bunaqa paytda ayollar ba'zan katta bolalardan alamini olishadi. Bolalarini urib ketishadi. To'g'ri. Yoki ularga baqirib ketishadi. Eriga, qaynona qaynotaga jahl qilib. Yoki bo'lmasam, uje yetilib bo'lgan bo'lsa, o'zini ruhiyatini boshqara olmasa, ayniqsa xoleriklarda bu ko'p uchraydi. O'sha oila a'zolariga baqirib ketish. Bu bilan o'zini himoya qilyapman deb o'ylaydi. Bu himoya emas. O'zini baloga giribtor qilish bo'lib hisoblanadi. Bu vaziyatni yanada murakkablashtiradi va ayoli yana ham kuchli stress holatlariga tushishiga sharoitni yaratib olib kelib qo'yadi. Bu kerak emas. Bunaqa paytda ayol birinchi navbatda asablarini bo'shashtirishni o'ylashi kerak. Unga tegishli shart-sharoitni yaratib olish kerak o'ziga. Buning uchun nima qilish kerak? Ba'zan shunaqa holatlar ham bo'ladiki, bitta kelinga butun oila a'zolari qarshi bo'lib qolishadi. Shunaqa. Hamma unga hujumga o'tadi. Shunaqa paytda esankirab, hatto bir xil kelib o'zidan ketib qolishadi. Yuragi yomon bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam u ham baqirib ketadi va vaziyat undan battar murakkablashadi. Shunaqa paytda ular nima qilish kerak? Shunaqa paytda ular birinchi asabini bo'shashtirish kerakmi? Yolg'iz qolish kerak. Yolg'iz qola olish uchun esa oila a'zolaridanmi, eridanmi uzr so'rashiga. Agar bolalari tufayli shunaqa bo'lsa, o'sha bolalaridan nari ketishga, ularni oldidan ketish kerak. Lekin o'shanaqa paytda indamay uyga kirib ketib qolsa kelinlar, yana baloga qoladi. Menga jahl qilib kirib ketdi. Orqasidan kirishadi, yuzi teskari qilib ketdi. Davomi ketadi. Davomi bo'ladi. Shuning uchun shunaqa paytda uzr so'rashga to'g'ri keladi. Nega? Ba'zan kelinlar qilmagan aybimga uzr so'rayman. Men aybdor emas edim shunaqa paytda deydi. Kechirasiz. Agar biz xatoga yo'l qo'ymasak, hech qachon janjal kelib chiqmaydi. Ana. Dale Carnegie'ning shunaqa bir ajoyib fikri bor. Nega odamlar men bilan chiqishmaydi deb savolni bermang. Nega men odamlar bilan deb? Balki odamlar nega men bilan chiqishmaydi deb menga urg'u bering. Menga. Chunki siz xatoga yo'l qo'ymasangiz, hech qachon janjal kelib chiqmaydi. Lekin bu vaziyatda xatoingizni qidirib o'tirmang, chunki vaqtimiz yo'q. Nima bo'lsa ham demak, men qayerdadir xato qildim. Shu janjal kelib chiqdi. Shuning uchun birinchi navbatda uzr so'rashimizga to'g'ri keladi. Bilib bilmay xato qilib qo'ygan bo'lsam, meni kechiringlar. Ming bora uzr. Men nimagadir sal mazam bo'lmay qolyapti, mazam qochyapti. Biroz uyga kirib o'zimga kelib chiqsam, ruxsat bersanglar deb ruxsat olib kirib ketish kerak. Shunda u asablarni tinchlantirib olish uchun imkoniyatga ega bo'ladi. Uyga kirganda yo uyga kirish kerak. Hozir ko'pchilikning uyining ichida hammomlari bor. Alohida bo'lsa agar hammom, yaxshisi hammomga kirgani ma'qul. Hech kim bezovta qilmaydigan joyga kirish kerak. Hech kim uni orqasidan kirmasin. Kirgandan keyin o'tirib olib, birinchi nafas mashqini bajarish kerak bo'ladi 3 marta. Ya'ni chuqur nafas olib, qornidan uzoq vaqt chuqur nafas olib, uzoq vaqt nafas chiqarish. Buni ko'pincha o'zi yuragimiz siqilib ketgan paytda qilamiz. Deymiz. Yengil tortamiz. Buni yana ham kuchliroq, ya'ni qornimizdan nafas olib, uzoq og'zimizdan nafas chiqarishimiz kerak bo'ladi 3 marta. Bilasizmi, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, g'azab otiga minganda turgan bo'lsang o'tirib ol, o'tirgan bo'lsang yotib ol. Va shunda tahorat olib 2 rakat namoz o'qib oling, o'zingizga kelib olasiz degan ekanlar hadislarda. Shuning uchun ham bu yerda kirib o'tirib olish kerak va 3 marta chuqur nafas mashqini bajarish kerak edi. Undan keyin esa o'ta gapira olmadi, o'zini oqla olmadi, ichidagilarni chiqara olmadi. Ular ichini battar yomon qilaveradi. Bitta tog'oraga suvni olib, o'sha suvga hamma ayta olmagan gaplarni gapirish kerak. Chiqarib tashlamasa,
ular uni bezovta qilaveradi va ichiga yutaversa oxiri o'zini O'zi mazasi kasal qochadi, bo'ladi. o'zi kasal bo'lib qoladi. Chiqarib tashlash kerak uni. Lekin ularga chiqarib tashlay olmaysiz, iloji yo'q. Na bolalarga ham chiqarib tashlay olmaysiz, bolalar tufayli zaharlanadi bolalar ham. Bolalar zaharlanadi. Suvga gapirish kerak. Suv bilamiz, u qabul qiladi. Hatto yosillarni suvga o'qib ichirishadi, shifo bo'lsin deb. Suvga gapirishimiz kerak bularga. Nima degingiz kelyapti? Suvni urasizmi, gapirasizmi, nima desangiz gapiring, chiqarib tashlang. Keyin suvni to'kib yuboring. Ketdi dardlarim. Maza qilasiz. Ana endi ustimizdan suv quyishimiz kerak bo'ladi. Sharoitimiz ko'tarsa boshimizdan, sharoitimiz ko'tarmasa yuzlarimizdan suvni quyishimiz kerak. Suv urilib tushishi kerak. Shunda asablarimizni bo'shashtiradi. Va suvning temperaturasi esa bizga qanaqa temperaturali suv ma'qul bo'lsa, o'shani tanlashimizga to'g'ri keladi. Kimgadir qaynoq suv yoqadi. Kimgadir esa o'rta meyoni, kimdir esa muzdek suvni yaxshi ko'radi. Sizga qaysi bir yoqsa o'shani tanlab, ustingizdan quyib turing-da. Shunaqa paytdan keyin yig'lagingiz kelsa yig'lang ekan. Ba'zanchi shu holatga tushib qolsak yig'i ham kelmaydi. To'g'ri, karaxt bo'lib. Lekin hammomda doim oyna bo'ladi. Oynaga qarab turib o'ziga rahmingiz kelsin, yig'lab olasiz. Voy bechara. Men bechara deb, boshini silab. Yig'lab oladi. Chunki yig'lash asabni bo'shashtiradi. Ba'zan biz juda ham ko'p stress olgan odamlar bilan trening o'tkazayotgan paytda yig'latamiz. Ularga mashqlar o'tkazib yig'latamiz, chunki yig'lash bo'shashtiradi. Va u yig'lab turib ustidan suvlarni quyib olgandan keyin asablar ancha bo'shashadi. Ana undan keyin chiqib uyga relaksatsiya mashqini bajarish kerak bo'ladi. Relaksatsiya, ya'ni asabni bo'shashtiruvchi turli xil mashqlar. Kimdir basseynda suzsa maza qiladi. Biz tasavvur qilishimiz kerak basseynda suzayotganimiz. Kimdir esa o'tloqlarda sayr qilsa maza qiladi. Tasavvurimizda o'sha nurga chulg'angan o'tloqni tasavvur qilish, mayin shabodalar yuzlarimizni silab ziypalab o'tayotganini, qushlar chug'uri atrofi chulg'ab olganlarini tasavvur qilib, o'sha dala gullarini tomosha qilayotganlarni tasavvur qilishimiz yoki bo'lmasa muzdek arodan oqayotgan suvlarga yuzlarimizni yuvayotganimizni tasavvur qilishimiz mumkin. Kimdir esa parklarda, istirohat bog'larida sayr qilishni yaxshi ko'radi. Unga nima huzur baxsh etsa, shuni tasavvur qilish kerak bo'ladi. O'tirib olib, ko'zini yumib tasavvur qilish kerak. Bu asabimizni tinchlantiraveradi. Va unga endi davom ettirishimiz mumkin orzularimizni. Ya'ni turmush o'rtog'imiz bilan bo'lgan bo'lsa muammo, shu paytda turmush o'rtog'imiz nima qilishni xohlardik? Turgan gap oldimizga kirishini, bizni tinchlantirishini, endi san gapir, nima bo'ldi deyishini, san kuchlisan, san bundan ko'piga qodirsan. Mayli, hammasi o'tib ketadi. Hali juda ham baxtli bo'lamiz deyishini, xayolimizda shularni qilishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yana niyatga aylanadimi? Axir borib turmush o'rtog'imiz shunaqa deydigan bo'lib ketadi. Qarang. Va biz ana shu orzu qilishdan to'xtamasligimiz, bu yana bizni kayfiyatimizni ko'taradi, tasavvur qilish orqali. Ana endi biz uzoq vaqt kelin bo'lgani uchun uyda uzoq qolib ketishga haqqimiz yo'q. Shuni aytmoqchi edim. Arazlab o'tirib oldi uyga kirib. Endi qancha o'tirmoqchi u? Bor chaqir. Chiqsin bu yoqqa degan ta'na ham alomatlarda qolishimiz mumkin. Ko'pincha mana oldimga konsultatsiya maslahatga olib kelishganda men ularga o'rgatyapsam, oyisi turadi. Bu uzoq qolib keta olmaydi-de. Bu uzoq qolib keta olmaydi-de deb turishadi. Bechara kelinlar. Kerak emas uzoq. Bunga bor yo'g'i 5 minut, 10 minut vaqt ketadi. Ana endi chiqqandan keyin u nima qilish kerak? Kayfiyatini ko'taruvchi ishlarni bajarish kerak bo'ladi. Xo'sh, kayfiyatni ko'tarishni nima qilishimiz kerak? Yumushlardan, ro'zg'or yumushlardan nimani qilsak biz maza qilamiz. O'shandan boshlash kerak. Asablarimizni tinchlantiradi. Idish-tovoq yuvsakmi, pilisos qilsakmi, ko'cha hovliga suvni sepsakmi, bir xil suv sepsa maza qiladi. Sipirsakmi, dazmol ursakmi, nima qilsak kayfiyatimiz ko'tariladi. Ana shuni qilishdan boshlashimizga to'g'ri keladi. Bu birinchidan qaynonlarga yoqib ketadi. Shu kelinim shu odatini yaxshi ko'raman. Uy kirib 5 minut yo'q ketadi, chiqindagi darrov ishlarini qilib ketaveradi. Tumsayib olib yurmaydi-da, deyishadi. Biz esa uni o'zimiz uchun qilyapmiz. Kayfiyatimizni ko'tarish uchun. Va o'sha ishni qilib turib, endi boshqa bitta mashqni qo'shib olib borishimiz mumkin. Ya'ni sizni xafa qilgan o'sha insonlarni
sizga qilgan yaxshiliklarini eslang. Yaxshi gaplarini eslang yoki yaxshi tomonlarini eslang va sizga qilingan xatti-harakat, gap so'zni yaxshi tomonga yo'yib tushunishga harakat qiling. Va shu oilada bor bo'lgan nima yaxshi narsalar bor? Sharoiti yaxshimi? Xolodilnigi to'lami? Yoki odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari yaxshimi? Uy-joylaringiz yaxshimi? Nima yaxshi? Mayli, zo'r bo'lmasa ham zato uyingiz bor. Boshpanangiz bormi? Nima yaxshi narsangiz bor? O'shani eslang ekan. O'z navbatida o'sha ishni qilib turib dazmol urib turib o'ylar ekansiz, sekin kayfiyatingiz ko'tarila boshlaydi. Shukr qilishi bunda o'z-o'zidan o'zimizga ruhan tayyorlab olamiz. Alloh aytadi, shukr qilgan bandamni men qo'llab-quvvatlayman deydi, to'g'rimi? Va shukronalik esa har doim odamga baxtli bo'lish tuyg'usini beradi. O'zidan qoniqish, hayotidan qoniqish tuyg'usini beradi. Bu esa yana ruhiyatimizni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Va o'sha narsa pishirsangiz maza qilasizmi? Xolodilnikda Xudoga shukr bor ekan shu narsalar. Shularning boriga shukr. Hozir shuni pishira olganimga shukr. Va pishirayotganingizda ham qarang, qanaqa zo'r narsalarni pishiraman. Meniki qanaqa zo'r chiqadi, boshqa uncha-muncha odamniki chiqmaydi. Ya'ni har bir narsadan yaxshi narsani qidirib topishimizga to'g'ri keladi. Va shu bilan birga endi men xursandman, mashqini bajarishimga to'g'ri keladi. Buni hammasini men ish qilib yurib turib qilaman. Yo sipirib turib qilaman, yo narsa pishirib, yo kir yuvib turib, yo bo'lmasam dazmol urib turib qilaman yoki ovqat pishirib turib qilaman. Men xursandman. Nima uchun xursandman? Mana bu ham shukronalikni endi bitta ko'rinishi. Shukr qila olish uchun o'zimni ruhan tayyorlab oldim. Endi buni qilish qo'limdan keladi. Men xursandman. Nega xursandman? Eng avvalo Alloh meni yurg'izib turg'izib qo'yganiga, bergan ne'matlariga, ko'ra olayotganimga, shunaqa oilaga kelin bo'lib tushganimga, pishirish uchun shuncha narsalarim borligiga, Allohning bergan rizq nasibasiga, bergan turmush o'rtog'iga to'lib toshib yotibdi-da. Ba'zan sanab tugata olmaymiz bu narsalarni. Shu narsalarni o'zimizga urg'u berib sanashimizga to'g'ri keladi. Kimda bor shunaqa ish to'la xolodilnik? Menda bor. Kimda bor shunaqa uy-joylar? Menda bor. Kimda bor shunaqa turmush o'rtoq? Menda bor. deb turishimizga to'g'ri kelar ekan. Va birpasda hammasi joy-joyiga tushib, men yana tabassum bilan shu oilada hayotimni davom ettirish imkoniga ega bo'la olar ekanman. Lekin ba'zan mana shu mashqlarni bajarishga ham kuchimiz yetmay qoladi. Qila olmaymiz, chiqmaydi. Xohlasak ham kuchimiz yetmaydi. Ba'zan bizda o'qib ketgan qizni telefon qilib aytishadi, "Mavludda, o'rgatganlar qilishga kuchim yetmayapti, chiqmayapti. O'zimga yordam bera olmayapman, nima qilay?" deyshadi. Qarang. Nega? Chunki shu narsalarni amalga oshirish uchun ayolga kuch-quvvat berib turadigan tashqi va ichki omillar borki, biz o'shalarni doim o'zimizga yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ya'ni tashqi omillar, birinchi navbatda tashqi omillar bu iqtisodiy ta'minlanganlik darajasi. Endi xolodilnik to'la bo'lsa, bolalarimni eni but bo'lsa, qonni to'q bo'lsa, yoki bo'lmasam o'zim shunaqa holatda bo'lsam, turgan gap, men hayotga kulib qaray olaman, kuch ola olaman. Xolodilnik bo'sh bo'lsa, meni pulim bo'lmasa, yoki bolalarimga nima yedirishni bilmayotgan bo'lsam, o'zim ertaga ko'chaga chiqaman desam, kechki kiyimim bo'lmasa, turgan gap, men ruhan sinib ketaveraman. O'zimni ojiz, zaif, hatto kallam ishlamay qoladi. Chunki iqtisodiy ta'minlanganlik darajasi insonga kuch-quvvat beradi. Eng muhimi yana ba'zan shunaqa boy xonadonlarda turayotgan kelinlar kelishadi ruhan sinib qolishga. Nega? U boy xonadonda yashaydi, hatto uyini xizmatkorlik tozalab ketadi, lekin bu ayol ruhan singan. Tashqaridan qarasangiz unga hammani havasi keladi, lekin ruhan sinib qolgan. Nimaga? Chunki u ayolning o'zini shaxsiy puli yo'q. Eri uni hadyasini bermaydi, o'zi hech qayerda ishlashga ruxsat berishmaydi, sizga nima yetmayapti deyshadi. Boshqa hunari yo'q, uyda o'tirib pul topadigan, uni o'zini puli yo'q, shaxsiy puli yo'q. Hatto shu ayol aytayapti, ota-onamni ko'rgani borganda 4 ta non ko'tarib bora olmayman deyapti. Narsa pishirib borsangiz bo'lmaydimi? Xolodilningiz to'la bo'lsa kerak desam, doim qaynatam bilan qaynam oshxonada o'tirishadi-da, xolodilnikni shundoq ochsam, shundoq qarashadi. Narsalaring boshingda qolsin deyman, shunda bekitib qo'ya qolaman deb qup-quruq boraveraman. Qarang. Chunki bu ayol o'zini shaxsiy puli yo'q va u ruhan sinib ketyapti. Hatto eri bolalarini repetitorlarga beradigan puli so'rasa ham oldiga ot borib chiqib ketar ekan.
man qulmanmi, man gadoymanmi, mani oldimga otib yuboradilar, qo'limga bersalar bo'lmaydimi deyapti. Natijada bu ayol ruhan sinib qolyapti. Shuning uchun ayolni o'zini shaxsiy puli bo'lishi kerak. Lekin ko'pchilik holatlarda kelinni puli bo'lishini xohlashmaydi. Albatta, erkinlikka chiqib ketadi deyishadi. Zo'rayib ketib qoladi. O'zini bosar tusarini bilmay qoladi. Ayoliga esdan chiqib qoladi va hokazolar deb qo'rqishadi va ayoli ko'p pul topishiga ko'pincha to'sqinlik qilishadi. Bu ham ma'lum darajada to'g'ri. Buni inkor qila olmaymiz. Chunki pul odamga kuch-quvvat beradi. Lekin u me'yorida bo'lishi esa ayol ruhiyatini sog'lom bo'lishini ta'minlab berib turadi. Ya'ni unga kuch berib turar ekan. Shuning uchun ba'zan ayollarni uyda hatto pul topishiga ruxsat berishmaydi. Berish kerak ruxsatni. Ya'ni u hech bo'lmasa o'zini xarajatlari uchun o'zi topgan pul unga ko'proq qadrliroq bo'ladi. Albatta. Va unga u kuch berib turadi. Ichki xotirjamlikni beradi. O'ziga ishonch vujudga keladi. Ertangi kuniga ishonch vujudga keladi. U xohlagandek sarflash imkoniga. Yoki ba'zan erkaklar hadya berishar ekanda, "Mana shu sani puling. Xohlasang xayr sadaqa qil, xohlasang o'zing ishlab, xohlagan ishingni qil. Bu saniki" deyshar ekan. O'shani o'zida u ayol ichiga sig'may ketadi. U ruhiyati tiklana boshlaydi. Vaholanki Mashriq mash'alida o'zingizga ma'lum, uyda o'tirib pul topish imkonini beradigan qancha kasb-hunarlar o'rgatiladi. Tikuvchilikmi, hamshiralikmi, massajistlikmi, qandolatchilikmi, oshpazlikmi? Hayron qolaman. Shunaqangi turi ko'pki, ayol uyda o'tirib pul topish imkoniyatini beradigan. Mana shu kasb-hunarlarni qizlarimizga berishimiz kerak ekanki, ular uyda o'tirib ham pul topa olsin. Iqtisodiy qaramlik insonni yanchib tashlaydi. Uni ruhiyatini sindiradi. Bunda esa ular hech bo'lmasa o'zi uchun o'zi pul topish imkoniga ega bo'lishar ekan. Bu birinchi tashqi omil. Ikkinchi tashqi omil esa muloqotda bo'lish doirasi. Ba'zi bir xonadonlarda kelinlarni hech kim bilan gaplashtirishmaydi. Qo'shnilar bilan gaplashtirishmaydi. Buzadi kelinimni deyishadi. Ishga kirg'ishmaydi, voy ishda turli tuman odamlar bilan muloqotda bo'lib, bu ayniydi. Kelinligi esdan chiqib qoladi. Uyda o'tirsin tinchgina. Hatto ota-onasi bilan gaplashtirmaydigan qaynonalar bor. Butun boshli xo'jayin yasab oladi kelinga buzadi. Bir oyda ham uyiga zo'rg'a yuborishadi. Nega? Ota-onasi ayni tarmush deydi buni. Ayni tarmush. Bu gapni butunlay inkor qila olmaymiz. Muloqot juda xatarli narsa. Agar u nosog'lom fikrlaydigan odamlar bilan muloqotda bo'lsa, turgan gap u ayniydi. Lekin biz hayotdan izolyatsiya qila olmaymiz-ku kelinlarimizni. Mayli yaxshini ko'rsin, yomonni ko'rsin, birovni ko'rib fikr qilsin, birovni ko'rib zikr qilsin. O'zi aql zakovat bilan to'g'ri yo'lni topib olishi kerak bo'ladi. Qanchalik biz izolyatsiya qilsak atrof muhitdan, shunchalik ular ko'p adashishadi. Muloqotda bo'lish bu insonning hayotiy zaruriyati bo'lib hisoblanadi. Va muloqot insonni davolaydi. Muloqot orqali bir-birimizga yaqinlashamiz, bir-birimizdan o'rganamiz, bir-birimizga o'rgatamiz, dardimizni bo'lishamiz, quvonchimizga sherik topamiz va hokazo. Muloqot davolaydi. Biz psixologlarning asosiy vositamiz, davolash vositasi bu muloqot. Shuning uchun kelinlarimiz kuch ola oladi kim bilandir gaplashsa. Lekin bunda biz albatta kuzatib turishimiz kerak. Ya'ni muloqotda bo'lish doirasi sog'lommi? Sog'lom odamlar bilanmi? Mana gaplar o'ynashadi hozir kelinlar, turli davralarda bo'lishadi. O'sha davrani biz o'rganishimiz kerak ekan. Ba'zan shunaqa o'rtoqlarim bilan muloqotda bo'lib gaplar o'ynashadiki, ular bilan muloqotda bo'lish kelinimizni aynatadi. Nosog'lom fikrlashadi. Turgan gap ular kelinimizni buzadi. Lekin shunga qaramasdan iloji bo'lsa ulardan ajratib olishimiz yoki bo'lmasa o'sha gapga borib kelgandan keyin kelinimiz bilan suhbat o'tkazishimizga to'g'ri keladi. U nosog'lom fikrlab qolmasin. To'g'ri yo'nalishda bo'lsin. To'g'ri xulosa chiqarish imkoniga ega bo'lsin ekan. Shuning uchun muloqotda bo'lish doirasi bu odamga kuch berib turadi. Qanchalik biz hech kim bilan gaplashmasak, kelinlarimiz qanchalik gaplashmasa, shunchalik ruhan sinib boraverishadi. Kuchi yetmay qoladi, kuch ola olmayapti hech kimdan. Shuning uchun ularni izolyatsiya qilish shart emas, balki sog'lom fikrlaydigan odamlar bilan muloqotda bo'lishini ta'minlash ishi shart ekan. Ya'ni u kuch ola olishi uchun. Undan tashqari yana tashqi omillardan oiladagi sog'lom muhit. Oiladagi sog'lom muhit. Lekin oiladagi sog'lom muhitni buzadigan ham
yuzaga keltiradigan ham ko'proq ayollarni o'zlari. Shuning uchun biz iloji boricha atrofimizdagi odamlar bilan murosa qilgan holda sog'lom ruhiy holatni ta'minlashimiz kerak ekan, undan kuch-quvvat olib turish uchun. O'zim ruhiyatini sinmasligi uchun. Mayli, biz ular uchun qilmaylik, kutmaylik ulardan ham. O'zimiz uchun qilaylik. Chunki bunga hali juda ko'p oldingi safar bo'lganda negativlar yozishadi. Nima uchun faqat ayol, nima uchun faqat ayol, nima uchun erkak harakat qilmaydi degan narsaga men sizni gaplaringizdan ilm hosil bo'lgan sari men shu narsani tushunyapmanki, xo'p, menga nima zarur, kerak emas deb ketgani bilan baribir yana kimgadir turmushga chiqadi-ku. Yo'q, atrofimizdagi odamlar go'yoki ko'zgu. Bizni aks ettirishadi. Xohlaysizmi sizga kulib qarashlarini? Siz kulib qarang. Xohlaysizmi sizga shirin so'z bo'lishlarini, xushmuomala? Siz xushmuomala bo'ling. Lekin ularning tabiatida yo'qmi? Siz shirin suhali xushmuomala lekin yuqtirib boring, vaziyatni yumshatib boring. Oxir qanaqa qilib o'zingiz atrofingizda sog'lom muhitni yaratganingizni bilmay qolasiz. Birinchi mashg'ulotimizda bergan oilaviy hayotimizni baxtliroq qilish 7 ta qoidasiga rioya qiling. Tipajlar orqali o'zini tilida gaplashing, yemishlarni bering. Oqibatda siz o'zingiz atrofingizdagi muhitni o'zingiz o'zgartira boshlaysiz. Sizga kerakmi o'sha sog'lom ruhiy muhitni yaratib oling. Sizga kerakmi zo'r er? Shu Alloh sizni chekingizga tushirgan o'sha ekologik toza mahsulotdan yasang o'zingizga o'sha kerakli erni. Oqibatda qarabsizki, biz ular uchun qilmayapmiz buni hammasini. O'zimiz uchun baxtli yashashimiz, sog'lom qolishimiz. Farzandim sog'lom bo'lib tug'ilishi uchun buni qilishim kerak. Men uni oldida mas'ulman. Keyin men shu mas'uliyatni his qilmasam, bu farzand dunyoga kelgandan juda katta to'lovlar to'lashimga to'g'ri kelyapti-ku. Bas shunday ekan, o'sha farzandim sog'lom bo'lishi uchun, sog'lom ruh holatga ega bo'lib, kuchli asab tizimlariga ega bo'lish uchun men majburman bu narsalarni qilishga. Chunki mas'ulman. Keyin bir umr o'zim oldimda hatto o'sha javob beraman. O'zim o'shanga kuyaman. To'lovni o'zingiz to'laysiz. To'lovni o'zim to'layman. To'lov to'lash xohlamaymanmi? Jismimda shakllanayotgandan boshlab mana shu narsalarni yuzaga keltirishim kerak bo'lar ekan. Yana demak endi birinchi omil men pul topishim kerak ekan. Ta'minlang. Faqat erimdan kutavermay, ana hunar o'rganing, boshqa qiling, imkoniyatlarni ishga soling. Anta meni o'zimning pulim bo'lishi uchun harakat qilishim kerak ekan. Undan keyin esa sog'lom odamlar, sog'lom fikrlaydigan odamlar bilan muloqotda bo'lish doirasini yuzaga keltirib olishimiz kerak. Va undan keyin esa oilada sog'lom muhitni yaratib olishim kerak bo'lar ekan o'zim uchun. O'zim uchun. Mayli. Ba'zan aytishadi, "Men qilaveradi, ular bilmasa-chi" deyishadi. Konsultatsiyaga keldi. Aytaman, "Siz ular uchun qilmang" deyman. Siz o'zingiz uchun qiling. Kutmang ham ulardan bilish bilmasligini. Sizga nima kerak ularni bilishi? Siz o'zingiz uchun yaratib olasiz o'sha narsani. O'zingiz uchun kurashing. Ulardan kutmang siz uchun nimadir qilib berishlarini. O'zingiz uchun o'zingiz yarating shu narsani. Va kutsangizchi keyin ololmasangiz anam qilib ketaveradi. Kutmasangizchi anam ham qilmaydi. Va qo'lingizdan kelgancha o'zingiz uchun o'zingiz yarat. Demak, men qayerdadir xato qildim. Demak, vaqtida qila olmadim shu narsani. Shuncha ololmayapman deyishimiz kerak bo'ladi va o'zimiz ustida ishlashimizga to'g'ri kelar ekan. Va bu tashqi omillar ekan. Tashqi omillar. Endi ichki omillarga. Ya'ni nima bilandir shug'ullanishi kerak bo'ladi ayol, lekin o'sha shug'ullanayotgan narsa nima? Qachon u bizga kuch berib turadi? Bizning hobbilarimiz bizga kuch berib turadi. Shug'ullanadigan kasbimiz balki bizning hobbimizdir. Agar biz o'sha kasbimiz bilan shug'ullansak, birinchidan pul keladi bizga. Ikkinchidan turli tuman odamlar bilan muloqotda bo'lishimizga ta'minlaydi. Uchinchidan erishgan sarimiz kayfiyatimiz ko'tarila boshlaydi. Va shug'ullanayotgan faoliyat turimiz, kasbimiz bizga kuch berib turadi. Bizni har qanaqa holatdan chiqarib olaveradi, har qanaqa asabiylik holatdan boshqa. Chunki o'sha bilan shug'ullanganda maza qilasan. Qobiliyating bor o'sha narsaga. Muvaffaqiyatga erishgan sari senga huzur beradi. O'zingga bo'lgan ishonching ortadi va bizga kuch berib turadi shu narsa. Shuning uchun qizlarimiz kasb tanlayotganlarida o'sha kasbni to'g'ri tanlashlariga alohida e'tibor berishimiz kerak. Qachon kasb to'g'ri tanlandi deymiz? Agar bir qancha narsalar hisobga olinsa, ya'ni qizimizni tanlayotgan kasbi eng avvalo uni qobiliyatlariga mos kelishi kerak. Alloh hammamizni ma'lum bir qobiliyatlar bilan mukofotlagan. Albatta. Lekin qobiliyatlar qachon namoyon bo'ladi? Faoliyatlar bilan shug'ullanganda. Hech nimani shug'ullantirmasak, bir xil qiz bilan hech nimani shug'ullantirishmaydi. Albatta. Qobiliyat ham yuzaga chiqmaydi. Qayerdan biladi o'sha faoliyat bilan shug'ullanganda qobiliyatlar yuzaga chiqa boshlaydi. Qirralari ochiladi. Ochila boshlanadi.
qizimizni qobiliyatini bilishimiz kerak. Nimaga u qobiliyatli? Tanlagan kasbi qobiliyatiga mos bo'lsa, u oson muvaffaqiyatga erishadi. Kamroq qiynalib erishadi. Va mana shu qobiliyatlar orqali muvaffaqiyatga erishgan sari qiziqishlari orta boshlaydi. Va shu sohaga bo'lgan qiziqishiga mos kelish kerak ekan. Shu bilan birga qobiliyati bo'lishi mumkin, qiziqishi ham bo'lishi mumkin-da, bu kasb uni xarakteriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Xarakteriga to'g'ri kelmasa, yana shug'ullana olmaydi. Temperamentiga to'g'ri kelishi kerak tanlagan kasbi. Masalan, tikuvchilik kasbi ko'proq sangvinik temperamentli qizlarga, melanxolik temperamentli qizlarga, flegmatiklarga juda ham to'g'ri keladi. Lekin xolerik bu ishni qila olmaydi-da. Sabri chidamaydi. Toshib ketib qolaveradi. Necha marta o'rnidan turib, necha marta aylanib keladi bitta narsani tikib bo'lguncha. Chunki ular besabr. Temperamentiga to'g'ri kelmaydi. U jabrlanib yashaydi. Qobiliyati bo'lsa ham, qiziqishi bo'lsa ham. Men bitta neyroxirurgga bilaman-da, tipичный xolerik, xarakteriga mos keladi, odamlarga yaxshilik qilsa maza qiladi. Lekin bu o'ta mayda ishku ularning ishi. Juda qobiliyatli. Yaxshi ko'radi, chunki sulolasi hammasi vrachlar. Bu sulolasini davom ettiryapti. Lekin u tipичный xolerik. Qanday sabr qiladi endi? Vaholanki neyroxirurg har operatsiya 6 soatlab mikroskopda amalga oshadi. Juda mayda ish. Men so'radim, qanaqa qilib sabringiz chidaydi desam, operatsiya o'xshalib qolsa, havola xo'p, o'xshamay qolsa, kun qilib tashlagim ketadi hamma yoni. Va chiqib ketaman o'sha zahotida. Qayoqlarga boribdir aylanib kelishim kerak, bo'lmasa o'zimga kelib ola olmayman deydi. Azob berar ekan kasblar o'ziga. Barakalla. Va shu odam oxiri infarkt bo'lib qoldi. Qobiliyati bor, xarakteriga mos keladi, hobbilariga mos keladi, lekin temperamentiga mos kelmaydi. Masalan, men ham san'atkor bo'lishni orzu qilganman. Siz amalida bor. Aktyorlikka qobiliyatim bor edi, boshqa edi. Aktyorlikka lekin bor qobiliyat. Lekin meni xarakterimga to'g'ri kelmadi. Oqibatda men uni hazm qila olmadim va o'qituvchilikni tanladim. Lekin qarasam, o'qituvchilik ham xuddi san'atkoridek ekan. Auditoriyani sahnadan kam joyi yo'q ekan. Albatta. Va o'sha mahoratni talab qilar ekan. Oqibatda men yayrab 50 yil dars berdim. Ko'rib turibsizki, bizning temperamentimizga, xarakterimizga va yana jismoniy sog'lomlik darajamizga mos kelish kerak bo'lar ekan. Ana o'shanda kasbimiz to'g'ri tanlangan bo'ladi. Agar qizlik kasbini to'g'ri tanlasa, shu kasb bilan kelin bo'lganda ham shug'ullansa, bu kasb unga kuch beraveradi. Ham pul topadi, ham muloqotda bo'ladi, ham hobbisi bilan shug'ullanadi. Natijada undan kuch olaveradi va hech qachon ruhan sinib qolmaydi. Bu tashqi omillar ekan. Endi ichki omillarchi, salomatlik darajasi. Vaholanki qizlarimiz kelinchak bo'lishganda, ularning hayotidagi 5 xil o'zgarishlar o'z navbatida uni tanasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Hamma og'irlik organizmga tushadi. Holdan toyadi, uyqu buziladi. Barakalla. Har doim asabda yuradi. Barakalla. To'yib ovqat yemaslik, to'yib uxlamaslik, doimiy ravishda nazoratda bo'lish va hokazolar hammasi bu kelinlarni tanasiga o'zini og'irligini tushiradi va ularda jismoniy zaiflik yuzaga keladi. Ana endi u kuch topa olmaydi. Kuch topa olmaydi. Oqibatda turgan gap bu o'z navbatda homilaga o'zini ta'sirini o'tkaza boshlar ekan. Shuning uchun qizlarimiz kelin bo'lmasdan oldin birinchi bo'lib sog'lig'ini ko'rikdan o'tkazishimiz va qayeri kasal bo'lsa, hatto karies bo'lgan tishi ham qolmasin, o'shani ham davoladim, lekin uzataylik. Chunki u 5 xil o'zgarishga bardosh berish uchun sog'lom bo'lish kerak. Ya'ni homilani boshdan kechirib uni normal bolani dunyoga keltirish uchun u sog'lom bo'lish kerak. Doim aytamiz, sog'lom onadan sog'lom bola dunyoga keladi. Sog'lom bola dunyoga keladi. Lekin agar u sog'lom bo'lmasa, hech qachon sog'lom ruhiy holatni bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun birinchi ichki omil bu sog'lomlik darajasi. Ikkinchidan esa ayolning kamolat darajasi. Ba'zan aytamiz, qizni o'qib bizga nimani olib berardi deymiz. Ertaga rohatini qaynonasi ko'radi, eri ko'radi. Hech ana yaxshi joychisi uzatib yuborish kerak deb hisoblashadi. Endi biz o'zimiz o'ylab ko'rdik. Qizlarimizni aqlan zukkoroq, aqlliroq, bilimliroq bo'lgani ma'qulmikin yoki soddaroq, go'lroq bo'lgani ma'qulmikin? Albatta, o'quvli, uddabiron, o'zini uddasidan o'zi chiqib, ko'zini yoshini oqizib kelgandan nima foyda bizga? Ming afsuski, ba'zan hatto ba'zi bir qizlarni maktabda o'qitishmayapti. Mana shu kursga shunaqa qizlarimiz kelishadi. Kelinlikka tayyorlashga. Hech qayerda o'qitishmagan.
ko'chaga chiqarishmagan. Men aytaman, bonga solib marinovka qilib qo'yinglar, undan ham zo'r bo'ladi deyman. Ular nimani o'ylaydi? Uni teplitsada katta qila olmaymiz-ku. Ertaga u katta hayotga qadam qo'yadi-ku. Unda qanaqa qilib orientir oladi, qanaqa qilib o'zini boshqaradi, qanaqa qilib ularni qabul qiladi. Shuning uchun qizlarimizni qanchalik aqlan barkamol qilsak, qanchalik bilimlik doirasi keng bo'lsa, qanchalik tarbiyalangan bo'lsa, shunchalik ular hayot so'qmoqlarda shunchalik kam qoqilishadi va o'zini ruhiyatini himoya qilish imkoniga ega bo'ladi. Nega? Chunki oilasiga mavjud muammolarga ular yechim topa olishadi. Aqli va bilimi bilan. Yechim topa olishadi. Yechim topdi degani o'zini kuchiga ishondi degani. U dadil qadam tashlay olish imkoniga ega bo'ldi degani. O'zini baxtli his qildi degani. Bu unga kuch-quvvat berib turar ekan. Mana oldimga ko'pincha shu yechim topa olmaydigan kelinlar kelishadi. Qaynanalar kelishadi. Nega yechim topa olmayapti? Birinchidan psixologik bilimi yetarli emas, ikkinchidan esa fikrlash doirasi juda tor. Faqat bir tomondan fikrlashadi. Faqat o'zini ko'zi bilan qarashadi. Vaholanki biz o'quv kurslarimizda psixodramalar orqali, turli muammoli vaziyatlar, qarama-qarshi fikrlarni o'rtaga tashlash orqali qizlarimizni har tomonlama fikrlashga o'rgatamiz. Men sizni darslaringizni kuzatganman-da, Bo'libjon. Chiziq chizdirasiz, xonani o'rtasiga ikkita qiz u yoqdan, ikkita qiz bu yoqdan. Bu qilq ko'prikdan o'tasizlar. Bitta bu yoqdan, bitta bu yoqdan. Ha. Yo'lini qiringlar. Tasavvur qilinglar, qilq ko'prikdan o'tyapsizlar. Pasti jarli. Mana shu yerdan biringlar u boshidan, biringlar ikkinchi boshidan kelasizlar-da, bir-biringlarga xalaqit bermasdan o'tib ketishinglar kerak degan. Yiqitmasdan. Juda bu darsda bo'lgan qiz butun umr bu narsa yodida qolsa kerak deb o'ylayman-da. Mayli, mana shu vaziyatda qizlarni biz tashxis qilamiz. Ba'zi bir gruppalar bor, shunaqa variantlarni o'ylab topishadi. Shu ko'prikdan o'tish variantlarini. Qarang. Men ularga e'tibor bermayman. O'zlari topib, o'zlari shunaqa gruppalarimiz bor. Bitta variantdan boshqasini o'ylab topisha olmaydi. Yoki ko'pimlar ikkita variant. Bittasi yo'l berish bo'lsa, bittasi tirmashib, bir-birini yiqitib bo'lsa ham o'tish varianti. Men aytaman, qizlar variantlar juda ham ko'p. O'ylanglar, davay boshinglarni qotiringlar. Chunki fikrlashga o'rgatishimiz kerak ularni. Ular esa mana shu fikrlash imkoniyatlari juda tor bo'lganligi uchun o'ylab topa olishmaydi. O'zim aytib turishimga to'g'ri keladi. Undoq qiling, bundoq qiling. Voy, opponson o'tsa bo'lar ekan-ku deyshadi lekin. Opponson o'tsa bo'ladi, faqat ozgina kallani ishlatish kerak, xolos. Shuning uchun biz qizlarimizni kurs oxirida ko'pincha aytishadi. Men bu yerda har tomondan fikrlashni o'rgandim. Men har doim bitta tomondan qarar ekanman. Yoki bo'lsam bitta qizimiz aytayapti, o'zi shoir ekan. She'rlar yozar ekan, to'plamlari bor ekan, menga to'plamlarni sovg'a qildi-da. Aytayapti, men oldin deydi, xarakteri og'ir odamlardan qochardim deydi. Menga yo'qmas edi shunaqa odamlar, men ulardan qochardim deydi. Lekin men bu kursdan keyin men ulardan qochishim emas, ularga peshvoz chiqib, ular bilan murosa qila olishim kerakligini tushundim deydi. Qarang, sinov maydoniga kirib qo'rqmasdan, ha, va buning uchun deydi, men har tomonlama fikrlashim kerak ekan, uni tushunish uchun. Sababini qidirib topishim kerak ekan. O'sha sababi orqali men yechim topishim kerakligini tushundim, deyapti. Bunda men juda ham xursand bo'lib ketdim. Qarang, shuning uchun biz qizlarimizga har tomonlama fikrlashni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Aqlan barkamol bo'lish. Har tomonlama fikrlash o'zi yetarli emas muammolarga yechim topish uchun. Ijodiy fikrlashni ham bilish kerak. Ya'ni yechimni o'ylab topish kerak bo'ladi. Uning uchun doim kitob o'qish kerak, badiiy kitobmi? Qanday bo'lsa ham ilmini oshirib borish kerak-da. Kitob o'qisak, biz faqat bilimga ega bo'lamiz. Lekin olgan bilimimizni mushohada qilsak, tahlil qilsak, turli vaziyatlarni tahlil qilsak, fikrlash qobiliyatimiz rivojlanadi. Endi o'ylab topsak-chi turli tuman narsalarni, ijodiy fikrlash qobiliyatimiz rivojlanadi. Muammolarni yechimini topgan sari ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanaveradi qizlarimizni. Demak, ikkinchi ichki omil kamolat darajasi ekan. Ularga kuch beradigan. Aqlli, tadbirli, ijodiy fikrlaydigan, muammolar yechimini topa oladigan qizlarimiz hech qachon ruhan sinishmaydi. Hamma narsaga dadil qarashadi. Ular muammodan qochishmaydi, uni yechimini topishga harakat qilishadi. Oqibatda u doim ruhan kuchli bo'ladi va o'zini ruhiyatini, homilasini ruhiyatini asrash imkoniga ega bo'lishadi. Shuncha qizlarimiz o'qimishli, bilimli, ko'proq kitob o'qiydigan, olgan bilimlarni tahlil qila oladigan
o'sha kitob o'qidimi, nimadan bilim olgan bo'lsa, biz qizlarimizni o'tirib mushohada qilishimiz kerak, fikrlashimiz kerak, tahlil qilib to'g'ri xulosa chiqarib olishga yordam berishimizga to'g'ri kelar ekan. Ana endi yana ichki omillardan ayolning tashqi qiyofasi juda muhim ahamiyatga ega. Ba'zan kelinlarni yasanib yurishiga to'sqinlik qilishadi. Yoki bo'lsa uyda ham pardoz andoz qilsa, uyda bo'yanishga balo bormi? Boring, yuvib tashlang yuzingizni, nimasi bu? Va hokazo. Ne siz yasanib oldingiz, o'zingizdan o'zingiz qanaqa ish qilasiz endi? Boring, jimakor kiyimlaringizni kiyib ola qoling va hokazo. Yoki bo'lmasam ayol agar chiroyliroq kiyinib yeriga "Mana kiyimlar yarashibdimi" desa, "Senga nimaga yarashar ekan? Senga anular ham bo'laveradi." Ya'ni ularni o'zini chiroyliman deb bilishiga imkon berishmaydi. Ataylab qilishadi ba'zilar. Ataylab qilishadi. Chunki uniga yelkamni tutsam, mana boshimga chiqib oladi deb o'ylashadi. Va o'zini chiroyli deb bilsa, keyin bosar tusarini bilmay qoladi deb o'ylashadi. Vaholanki, o'ylab ko'raylik. Chiroyli ayollar ruhan sinishmaydimi yoki o'zini chiroyliman deb bilgan ayollar ruhan sinmaydimi? O'ziga ishonchi bo'lgan, chiroyliman deb o'ylaydiganlar sinmaydi. Ayolning xunigi yo'q. Albatta. Har bir ayol o'zicha chiroyli. Lekin muhimi u o'zini chiroyliman deb bilishi ekan. Shuning uchun biz qizlarimizga shunaqa trening o'tkazamiz. Ya'ni oynaga qaranglar-da, qatiylar chiroyli, topinglar o'sha chiroyli joyinglar. O'shanga qarab, "Men chiroyliman" deydi. Yoki qiz bola tarbiyatga onalarga aytamiz. Qizingizni hech qachon turtkilamang. Namchi sovusan, namchi xunuvsan deya ko'rmang. Aksincha uni chiroyli joylarini ta'kidlab turing. Voy, senga chiroyli qosh ko'zlarni bergan Allohimdan aylanay. Qosh ko'zlaring chiroylingga oying o'rgizsin. Figuralaring va qaddi qomatlaring juda ham chiroyli. Sen figurang mana bunaqa ko'ngilga yarashadi. Samatsenkas ko'tariladi. Agar biz uni doim yerga qorib tursak, keyin u begonalardan bunaqa fikr eshitsa, osongina aldanib qolishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam ruhan sinib qolaveradi. Ba'zan shunaqa ayollarni men kursida ko'rardim. Juda chiroyli ayol ekansiz, boshqasam, "Voy, men chiroylimanmi? Voy, siz juda chiroylisiz. Men hech ham o'zimni chiroyli deb bilmayman." Shu darajada sindirib ruhlarni ezib yuborishganda, ruhiyatlarini. Shuning uchun qizlarga har doim o'zingizlarning tashqi qiyofalardan qoniqish hosil qilish uchun sochinglarni rangini o'zgartirasizlarmi? Borib hech bo'lmasa bitta chit ko'ylak sotib olinglar o'zingizlarga, yangi ko'ylak. Sizlar yurishinglar o'zgaradi. Sizlar qadam tashlashingiz o'zgaradi. Shuning uchun o'zingizga o'zingiz qoniqish, tashqi qiyofangizdan qoniqishni vujudga keltiring, ruhan sinmaysiz deymiz. Shuning uchun atrofimizdagi bizni yaqinlarimiz, ayniqsa turmush o'rtoqlarimiz begona ayollarga ja komplimentlar qilishlarini yaxshi bilishadi. Bu komplimentlarni turmush o'rtoqlariga qilib tursin ekan, hech bo'lmasa sog'lom bola tug'ilishi uchun. Yana bitta narsa-da, Muldopa. Nima uchun aksar erkaklarimiz, hammasi emas, aksari bir kafelarda, restoranlarda zo'r ovqat yesa, chaqirib, "O, palonchi san qildingmi? Gap yo'q ovqatingga" deydi-da. O'lib tirilib 3 soat, 4 soat oldin harakat qiladi ayollar, erini xursand qilib, qoyil qoldiradi-da. Yeb, talinkasini surib qo'yadi yo telefoni bilan andarmon bir og'iz so'zni qizg'onishadi-da. Komplimentni. Bu ilmni erkaklarimizga qatdan kim o'rgatsa bo'larkan-a? Sog'lom farzandga ega bo'lishni xohlasa, ular ayollarga komplimentlar qilib turishlariga to'g'ri keladi. Lekin unda ham me'yor bor. Me'yor. Ja ortib ketsa ham bo'lmay qoladi. Balki o'z o'rnida me'yorda buni qilib turilishi ayolga kuch-quvvat baxsh etib turadiki, natijada o'zidan qoniqish, hayotidan qoniqish, qilgan mehnatlardan qoniqish vujudga kelib, o'shandan kuch oladi ular. Demak, ko'rib turibsizki, ayolga ruhan kuch berib turadigan tashqi va ichki omillar mavjud ekanki, biz sog'lom farzandga ega bo'lmoqchi bo'lsak, doim ruhiyatimiz sog'lom bo'lishini xohlasak, mana shu tashqi va ichki omillarni o'zimizga yaratib olishimiz kerak bo'lar ekan. Lekin hech qachon bu sanab o'tilgan tashqi va ichki omillarni hammasini yaratib ola olmaymiz. Unga imkon bo'lmasligi mumkin. Mayli, hech bo'lmasa 2-3tasini yaratsak, shuni o'zini beradigan kuchi ham bizga yetarli bo'ladi. Masalan, pul topa olmaysiz, bunga imkon berishmayapti, cheklab tashashgan. Muloqotda bo'lish doirasini yaratib oling. Yoki bo'lmasam, oilangizda mana hech kim bilan gaplashtirishmayapti, oilamizda sog'lom muhitni yaratib olishim kerak bo'lar ekan. Yoki bo'lmasam, o'zim sog'lig'im ustida qayg'urishim kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa sog'lom bo'ling, shuni o'zida men kuch-quvvat ola olayman. Uni ham qila olmadimmi,
kamoli darajasi ustida ishlashim kerak, kitoblar o'qishim kerak, telefonda bo'lar bo'lmas narsani ko'rmasam bilim beradigan qancha kanallar bor, o'shalardan bilim o'rganishim mumkin bo'ladi. Mushohada qilish uchun qancha narsalar tashlashadi telegramlarga. O'shani ham har xil fikrlab, har xil xulosa chiqarish mumkin. Albatta. Kimdir to'g'ri fikrlaydi, kimdir esa noto'g'ri fikrlaydi. Shuning uchun fikrlashimiz, shu bilan birga ayol o'zini tashqi qiyofasiga alohida e'tibor berib borishiga to'g'ri keladiki, biri bo'lmasa biri uni bu vaziyatdan yordam beradi. olib chiqib keta oladi, ya'ni unga kuch berib turadi. Yana bitta narsa, albatta ko'p ayollar yozishibdi. Biz farzandlarimizni qaysi tipga taalluqliligini qanday ajratib olsak bo'ladi? Shu yerda flegmatik bilan sangvinikni aytib o'tdingiz. Flegmatikka ham ozgina ta'rif berib o'tsangiz va ular bilan sangvinik va flegmatiklar bilan tarbiya usuli qanday olib boriladi? Xo'p, endi flegmatiklar juda kuchli asab tizimiga ega, o'ta bosiq, o'ta kamgap, oddamovi, yolg'izlikni yaxshi ko'radi, sekin fikrlaydi, lekin chuqur fikrlaydi. Ular xotirjam, o'ta xotirjam. Ularni hayajonlantirish deyarli mumkin bo'lmaydi. Hamma narsaga bosiqlik bilan qarashadi va shoshmasdan qarashadi. Inertni, chunki ularda tormoz kuchli, qo'zg'alish sekin amalga oshadi. Shuning uchun ular sekin harakat qilishadi va emotsiyalari deyarli yo'q. U nima demoqchiligini, xursandligini ham bilib bo'lmaydi, xafaligini ham bilib bo'lmaydi. Ichida bo'ladi uni hamma narsa. U mazza qilib qo'shiqni eshitayotgan bo'lishi mumkin, lekin tashqarisiga qarab eshitmayapti deb o'ylaysiz. O'ta sabrli, ichi daryo odamlar ekan-da ular. Ichi daryo odamlar, o'ta xotirjam, hech nimaga hovliqmaydigan, shoshmaydigan, 7 o'lchab bir kesadi. Shuning uchun ular azbaroyi o'lchab kesaverganda aqlli bo'lib ketishadi. Ular kuchli odamlar. Ulardan kuchli olimlar, kuchli haykaltaroshlar. Shuni so'ramoqchi edim. Alal oqibatda ulardan kim chiqadi, bulardan kim chiqadi deb. Buxgalterlar, qarang. Zargarlar, ya'ni o'tirib olib, ular fikrlab qiladigan va ular o'zini salobati bilan hammani boshqarishadi. Vazminligi bilan hamma ulardan hayiqib turadi. Nimaga desangiz bo'lar bo'lmas gapni gapiravermaydi. Hali obro' tilasang ko'p dema, sihat tilasang ko'p yema deganidek, ular ko'p gapirmaganligi uchun ham hamma ulardan hayiqib turadi. Va ularni ichidagilarni bilib olish ancha qiyin. Lekin ular juda kam gap, hatto bir xillar umuman gapirishmaydi. Siz 10 ta gap gapirganingizda bitta og'iz ha degan javobni beradi, bo'ldi, u yog'iga o'tmaydi. Chunki qolgan hamma mulohazalar ichida bo'ladi uni. Lekin ular juda tartibli, pochirklar shuncha chiroyli bo'ladi. Bir tekis qilib yozishadi, mayda qilib yozishadi. Imzolari tushunarsiz, chunki ular hamma narsa ichida bo'lgani uchun murakkab inson bo'lib hisoblanishadi. Lekin ular kuchli odamlar bo'lib hisoblanadi. Kuchli olimlar doim ulardan chiqadi. Ishonchli odamlar ko'proq ulardan chiqar ekanda. Sadoqatli do'st. Chunki ular o'zgaruvchan emas. Halilik o'zgarib ketaveradi bir pasda. Hozir ammo o'rtoq bo'lib, ertaga mana o'rtoq bo'lib ketaveradi. Chunki his-tuyg'u boshqaradi ularda. His-tuyg'u boshqaradi. Bularning esa aqli boshqaradi. To'la aqlga tayanishadi. Flegmatiklarni bilan tarbiyalayotganda iloji boricha ularda tortinchoqlik yo'q, tormoz kuchli faqat. Xohlamaydi. Lekin ular juda jur'atli. Faqat oldinga yaxshilab o'ylab olib lekin qiladi o'sha ishni. Va shunday ekan, ularni ko'proq davralarga qo'shishimiz bunaqa bolalarni. Gapirish uchun zaruriyatlar tug'dirib borishimiz, ko'proq muloqotda bo'lish doiralarini kengaytirishimiz, shunaqa faoliyat turlarini shug'ullantirib borishimiz kerak bo'ladi va ulardagi o'sha sekinlikni, inertnisni sekin-sekin yengib, ularni tezroq harakat qiladigan, tezroq fikrlaydigan va o'z fikrlarini tashqarida ham ifodalay olishga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bor shunaqa kuchli olimlarimiz, ular flegmatik, lekin fikrlarini juda chiroyli, o'rinli ifodalashadi, faqat ularda emotsiya biroz yetishmaydi. To'g'ri-da. To'g'ri, bir tekis gapirishadi, lekin fikrlarini to'liq, sistemali, aniq bayon qilib bera olishadi. Podxod qilishni ham bilishmaydi, mulozamatni ham bilmaydi. To'g'ri. Unaqa deya olmayman. Lekin qanaqa muhitda katta bo'lganiga qarab. Mulozamatli oilada katta bo'lsa, ular juda madaniyatli, juda mulozamatli, odam hurmatini joyiga qo'ya oladigan, o'zlariga nisbatan shuni talab qiladigan shaxs bo'lishlari mumkin. Ya'ni tashqi muhit baribir ta'sir qiladi. Mulozamatsiz oilada katta bo'lgan bo'lsa, o'sha mulozamatlarni ko'rsatishni ham bilmay qolaveradi. Bu boshqa narsa. Ya'ni u xarakter hislatimizga ko'proq kiradi, qanaqa muhitda katta bo'lganimizga. Bu yerda biz temperament haqida gapiryapmiz.
Endi sangvinik temperamentlilar ular bilan alohida shug'ullanishga hojat yo'q. O'zi shundoq ham yon beruvchan, shundoq ham hamma narsani aqli bilan o'ylab qiladi. Kerak bo'lganda gapirishni biladi. Xohlagan odam bilan muloqotga kirisha oladi. Emotsiyasi bor. Oshiq bilan emas, kuchli emas emotsiyasi, lekin emotsional gapirishadi. Munozaralarni yaxshi ko'rishadi, lekin bo'lar bo'lmasga munozaraga kiraverishmaydi. Ya'ni sangviniklarni tarbiyalash ham oson, ular bilan yashash ham oson. U hamma temperamentdan chiqishib ketaveradi, chunki u yon beruvchan. Sen bilan tortishib o'tiraman. Bu to'g'ri bo'lsa ham to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa ham to'ppa-to'g'ri. Ana 4-chi qon guruhiga o'xsharganda hammasiga ketaveradi. Hammasiga tushib ketaveradi. Shuning uchun biz ko'proq sangviniklarni qaniydi ko'proq dunyoga keltirsak. Qaniydi. Birinchidan qiynalmay yashaydigan odamlarni yaratgan bo'lardik hayotda. Ikkinchidan esa urush janjallar ham bo'lmas edi va ular tartibli bo'lishadi. Tartibli odamlarga ega bo'lardik. Shuning uchun sangviniklarni dunyoga keltirish uchun biz sog'lom ruhiy holatga ega bo'lishimiz va eng avvalo Allohdan buni so'rashimiz, yaxshi niyat, yaxshi orzularni ko'proq qilishimizga to'g'ri kelar ekan. Siz gaplaringizni eshitib turib bir narsa hayolimga keldi. Modibbo. Rivojlangan davlatlarda hayvonlardan zotdor nasl olish uchun qimmat otlardan, qimmat hayvonlardan maxsus o'tloqlarda, tabiat qo'ynida, haligi bir musiqalarda, tinch joylarda qarang bir hayvonga biz kelajak zurriyotlarni kutyapmiz-ku, ularga dag'dag'a qil, nimaga mana bu ish qilmading, nima haqqing bor kirib yotib olishga, nimaga mana bunaqa faqat kelinni boshida sinadi. Ko'p oilalar, endi hammasi ham deya olmaymiz albatta. Demak, qaynonalarimiz, o'sha erlar, bo'lajak kuyovlar bu narsani imkon qadar eshitishsa qani edi. Chunki zurriyot ularga kerak ko'proq. Ertaga har bitta inson farzand tarbiyalar ekan, qancha umidlarimiz bor farzandlarimizdan. Hazil-huzul qilib, har bitta og'ir kelsaga ham, malol kelsaga ham qaraganimizda ko'nglimizga qaraydigan farzand xohlaymiz hammamiz. Mehribon qiz, kelinlarimiz qiz bo'lishini xohlaymiz. Uning uchun biz ham anchagacha sabr, mehnat, mashaqqatlarga sabr qilib, shu darajaga yetishga majbur ekanmiz. Demak, boshqacha yo'li yo'q ekanda. Eng avvalo boyagi 6 xil o'zgarishdan samarali chiqib olish uchun qo'llab-quvvatlab turishimiz, yordam berishimiz, 6 rolni bajarish uchun yo'l yo'riqlar ko'rsata olishimiz va unda sog'lom ruhiy holatni ta'minlaydigan va unga kuch beradigan tashqi va ichki omillarni yaratib berish uchun sharoitlar yaratib bersak, qarangki biz sog'lom zurriyatga, sog'lom nabiraga, sog'lom kelajagimizga ega bo'la olar ekanmiz. Baxtli hayotga, kelinimizni sevgisiga, farzandlarimizni muhabbatiga ardoqlab, ertaga malol kelmasligimiz uchun baribir taqalib o'zimizga kelyapti. Onalar, qaynonalar o'ta aqlli, dono bo'lish talab qilinar ekan. Mamdupa jonim, mazza qildim. Avvalo o'zim har doim siz bilan suhbatda mazza qilaman, olam bilimlar olaman. Alloh manfaatli qilsin olayotgan bilimlarimizni. An'anamizga binoan har doimgidek Axanal Tut brendi homiyimizdan siz uchun maxsus libos yaxshi kunlaringizda kiying. Rahmat. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Qadrbaland qadrlilarim, bugungi ko'rsatuvimiz ham sizlarga juda ham manzur bo'ladi degan umiddaman. Chunki sizlar kutayotgan o'sha farzand tarbiyasini ikkinchi qismini bugun gaplashdik. Har qanday savollaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring.